5 years on the East Coast. It's time to come home. To'rtta aka bir-birini qanchalik yaxshi biladi. Bitta odam savol beradi, qolganlar o'sha savolga javob berish kerak. O'yinning oxirida qaysi ishtirokchi eng kam ball yig'gan bo'lsa, o'shanga bitta shart beriladi, o'sha shartni bajarish kerak. U shartni o'yinning oxirida aytib ketamiz sizlarga. Endi men boshlayman. Birinchi savol: yoshligimda qaysi futbolchi yoqardi? 3 2 1 Bo'ldi. Day. Lampard. Drogba. John Terry. Hayolim keldi John Terry. John Terry. Chunki men o'zi yoshligimda himoyachi bo'lganman o'zi. Yengisi. Hayotimdagi eng sharmandali vaziyat. Xo'p. Nima vaziyatlar ko'p bo'lgan. 3 2 1 Razan. Italiyada ama velosipeddan yiqilib tushdi. Dastavka ketayotganda. Nima? Asaka Bank. Sizga voqea. Hop. Ikki marta salom bergansiz. Hop. Bank. Sangan bankmi? Lekin javob o'sha 4-qavatda po'choq so'ragan. У вас есть po'choq? Chunki Asaka bankni ham u ana operator bilmagan-da u narsa. Ani po'choq haqiqatan 1 minut men po'choq so'raganman o'rislardan. Bo'pti. Keyingisi. Yoshligimda kim bo'lish xohlardi? 3 2 Pombizala so'ramoqchimizmi? Hop. Endi mo'jodan boshlaylik. Diplomat. Futbolist. Futbolist bo'lmoqchi bo'lganman. Hop. Keyingisi yaxshi ko'rgan rangim. 3 2 1 Mojo, davay. Jigari. Blue. Ko'k. To'g'ri. Ko'k. Keyingisi bu hozirgi momentdagi savol. Necha kiloman? Bu anig'ini topish shart emas. Mayli, bo'pti. Plus minus 2. Diapazon plus minus 2. Davay. Mojo. 104. 104, hop. 110. 110 kiloman. Menga qaysi biri yoqadi? Choy yoki kofe? Bo'ldi? Birazdan. Kofe. Hech qaysi? Choy. Hozir choy. Hozirgi momentda lekin choy ichaman ko'proq. Keyingi savol: yaxshi ko'rgan napitkam. Bo'ldim, tayyormi? Mahmud, Mojo, davay bo'lding. Mahmud davay. Mojito. Hop. Mojito. Mojito anor. Hop. Pepsi. Mahmud to'g'ri topdi. Mojitoni o'zi. Hop, keyingisi. Nechinchi yil appenditsit operatsiyasi bo'lganman? O'shanda bitta voqea bo'lganda, O'zi 2 marta bo'lgan. appenditsit oldim. Appendist. Mana o'sha kalaskasi bor. Kalaskani bilan yotqizib katalagan. O'shanga yotqizganda opam prosta tekshirib qo'yishadi deganadi. Mana shunga ishonib kirib ketganman. Narsalar o'lyapti o'zi. Men hali ham bilmayman operatsiya qilish tepada fanariklar bor, chiroqlar. Turibdi. Ana qo'limga ana nimadir ulaganda, ana pulsi o'lchagan bor. Men tekshirganman-da. Nafas olmay turganman. 7 sekund, 8 sekund. Qarasam, bunday bo'lyapti-da. Deb ishlamas ekan. Chunki bu yurakni uradi, bosim. Pulsi o'lchaydi. Keyin shu bilan qanaqadir ukol qilgan, shu bilan 17 saniya degan. 1 2 3 4 deganim esimda, u yog'i bo'ldi, ketdim. Bo'pti. Javob 2011. 2011. 2012. 2012 2011 operatsiya bo'lganman. Dekabrdan shunaqa. Boshida 2012 edimanda, lekin Dekabrda 2011 dekabrda 2011 nima? Chunki o'sha payt, o'sha yil ham menimcha anaqa oyog'im sindirdi. U ani boshqami? Men siz bilan qolgan. 2013da bo'lgan. Keyingisi Ozarbayjonga borganimda nech pul sarflaganman? Plus minus $50. O'shani diapazonda topsangiz, o'sha biror. Nech pul ketkazganman o'ylaysiz? $8. $150. 600. Mojoga bir ochko, $567 shunaqa ketdi. Jami 8 kunga ichida samolyot, o'shani post stadion o'yinga ham bileti bor, tam bilan $567. Bo'ldi, men o'zim savollarimni berib bo'ldim. Endi keyingi ishtirokchi, ya'ni mening ukam Mahmudga. Hop.
Mani savollarim hech qayerda yozilmagan. O'zimga yuborganman. O'shanga qo'limga qarayotganim uchun hayron bo'lmanglar. Jin emasman. Jin emasman. Xo'p, birinchi menimcha osonroq savollardan boshlaymiz. Eng yaxshi ko'radigan mashina markasi men uchun. Marka Eng yoqtiradigan nima? Markami yo modelmi? Marka i model. 3 Bo'ldi. bo'ldi. Sen boshla. Tahoe. Chevrolet Tahoe. Ha, meniki Leapmotor Sion. Chevrolet. Chevrolet. Hop. Miraz ham to'g'ri topdi. Chevrolet Murod ham to'g'ri topdi. Keyingisi endi o'zi sal qiyinlashadi. Men nima shu paytgacha yemagan bo'lardim va yemaganman tansiq taomlar orasida. Yemagan bo'lardimmi, yemaganman. Umuman yemaganman ham, yemayman ham. 3 U bitta Ikki. bormi senda o'zi javobing? 1 bo'ldi. Hop, akangiz boshlang. Menda javob yo'q. Hop, sen Cho'chqa. Haqorat bossam. hop. Yo'q, javobingmi shu? Baqlajonli salat. Baqlajonli salat yaxshi ko'radigan salat. Yaxshi ko'radimi? Eng yaxshi ko'rgan. Bilmayman, men baqlajon. Hop, bo'pti. To'g'ri javob. Mo'ja sani hech kim to'g'ri topa olmadi. Kalla pocha. Men nimagadir Kalla. dum keldi, dum keldi bola. Dum. O'zing dum. Kengiz. Hop, keyingisi buni qiyin savol emas. Qaysi millat oshxonasini men yoqtiraman? 3 2 1. Mo'ja sen boshla. Turkiya. Hop. Turk. Italiya. Menda Gruziya ham bor edi. Akam bilan Murod to'g'ri topishdi. Gruziya ikkinchi Nima o'rinda. Turkiya? Chunki O'sha ikkita degani turk bilan gruziymi? ko'pincha pasta qilasizlar. Javob pasta qildim. Ostibada qo'ydi. Pasta qilmayapti. Xo'p, keyingi savol. Meni jahlim chiqqanda, odatda jahlim chiqqanda nima qanaqa xatti-harakatlarimni qilaman? Kim esida bor? Bilmayman. Menga hozir shu keldi. Buni shunaqa qilasan bilmadim. Bo'pti, Mirazam boshla. Ovoz bo'g'ilib qoladi. Hop, siz Yig'laysan. Vajini yozmoqchi. o'ynaydi. Boshqacha. Boshqacha yoz. hech qaysinglar topa olmadinglar. Nima? Odatda jahlim chiqsa, o'zim bosish uchun prosta chetroga chiqaman, bo'ldi. Chetroga qarata boshqa joyda. o'sha situatsiyadan tashqariga chiqaman, o'zim adincha spokoj qilish uchun. Bilmagandim, Hop, yig'laysan. meni eng yomon odatlarimdan bittasi привычка deydi. Sizlar uchun eng yomon qaysi? 2 1 bo'ldingmi? Elektronga chekish. Hop. Hop, hamma narsani qilaman, ha deb oxirida umuman qilmaslik. Hop. Shu bitta odat bu telefondan ovoz, chiq qiladigan ovoz ko'p yoqib o'tirish. Klaviaturani ovozi. Uylanmay kelishadi. Men har doim o'chirib qo'yaman. Hop, endi u odam o'zim tutib tashlamasligiga bog'liq. To'g'risini aytsam, men Mojoga berardim. Elektron chakish emas, no, целом o'zi chakish yomon odatlarimga kirgan. No, bu narsani уже yo'qordim men nazarimda. Kecha. Kecha emas. Vaqtingiz. Qanaqa fason va qanaqa stilda kiyinib yurish menga yoqadi. Tayyor. Boshla. Menga polo klassik. Mengachi? Senga polo klassik. Mana javobim yo'q. Aytsa, Men stil deganda anaqani yoz. Qaysi davlat stilini? Italyanskiy. Sagito, fason, stilu, italyanskiy stilu, говно ham bo'lishi mumkin, italyanskiy stil. Значит, men noto'g'ri Oldi mayli. Oldi mani? Akam to'g'ri keldilar. Mana anaqang, polo Yaqin klassik. keldi. Nima kiyasiz? Qanaqa fason? Casual yoki klassikda? Chiqishu? Casual. Nima? Ha, casual. Casual emas, casual. Casual. Qanaqa janrdagi qo'shiqlar menga yoqadi? Bo'ldi. Bildimi? Ha. Boshqa. Hop, menda rap, kalyanli rap. Kalyanli rap. Shunaqasi ham bor. Rap deb xullas, rap. Hop. Siz Hip hop. Hip hop menda. ikkala o'ylat anaqa keldinglar, lekin uchala o'ylatsam ham bo'ladi, chunki rap ham eshitaman, hip hop ham eshitaman, R&B, milliy ham eshitaman, o'zbekcha, qozog'cha, hammasi bor. Milliy gruzincha, turkchada. Keyingi qo'shiqqa o'tadigan bo'lsak, savolga o'tsak, qanaqa holatlarda, qanaqa vaziyatlarda meni kech borganimni, kech kelganimni ko'rgansizlar? Qanaqa odatda qanaqa joylarga kech qolib boraman? Bu juda oson savol.
qaysi joygami yo qanaqa bilmayman, misol uchun to'y bo'lishi mumkin, maraka bo'lishi mumkin, osh bo'lishi mumkin, ketib o'tirish, ko'rish bo'lishi mumkin. Bu anaqa. 3 hech vaqti borgan nima boshla. Qanaqa bir ishga manga ham shu o'zing ishlayotgan ishingga. Chunki 5 ta deysan, 5 ta chiqib ketasan. ish. Chunki menda ham shunaqa odat. Hech qaysini topmadinglar-yu, men в принципе hamma joyga kech qolaman, hamma ta'til. Bu sal komediyniy savol. Agar misol uchun hayvonot olamida bo'lganingizda, meni qanaqa hayvon deb tasvirlagan bo'lardinglar yoki xayoliga qanaqa hayvon keladi men ko'rganingiz? Cho'chqadan tashqari. Tayyorman. Mana Boshla. sher nimaga? Chunki muchal deylarmidi yoki zodiakmidi, shermidi? Ha, shu sher. Hop, menda Sibir yo'lbarsi, Siberian tiger bor. manda begemot. Men ko'rinishga qarab. Men goroskop qilib o'tirmadim. Hech kim goroskop qilgani yo'q. Bu tigerga, bilmayman, buni xarakterini tigerga o'xshaydi. Yaqin kelgan ikkala yurib qoldilar. Nima edi o'zi? Sher. Mushuksimon oilasiga kirgan hayvonlar. Hop, oxirgi savol desam bo'ladi buni. Men odatda nima qilaman agar meni hech kim ko'rmayotgan bo'lsa? Sezib qo'yamizmi, misol uchun men o'ylayman hech kim ko'rmayapti, lekin buni kuzatib turgan bo'ladi meni. Misol uchun sizlarni oldinglarda yoki sizlarni Bo'ldimi? bo'ldi. Boshqa Reels ko'raman. Hop. Mendan o'sha yo'q, ana telefon tiklash, ana qotib qolasan zinalarda. 5 ta zina bo'lsa, har bir martadan chiqasan. Sanda Asal boshqachalar javob beraman. hobby to'g'ri javob bersa. Burun kovlash. Buni nishon arziydi lekin siz bilan Murod to'g'ri topishdi, telefonga qotib qolaman. Va shu savol yakuniy men uchun hozir. Endi keyingi bunaqami Murazam. murazamga beraman. Tak, savollarni ham boshqa tanlayman. Hop, meni galim keldi endi savollarni berishga. Savollar menda ko'p, lekin eng qiziqarli bo'lgan savollarni beraman. Men eng yaxshi ko'rgan rangim 3 2 1. Bo'ldimi? Tak, boshlaysiz. Qora. Jigari. Qora. Hop, sizlar ikkaloyli yutdinglar. Hop, keyingi savol. Men eng yaxshi ko'rgan mashina modeli. Modelimi? Именно model. Qiyin bo'lsa topishimiz Tak. boshlayman. Ha, boshla. BMW M8 Competition. Mer 802. Ana 600 AMG. Porsche 911. Tak, ham to'g'ri topdilar. Chunki- S63 AMG. S600. Chunki olmoqchi bo'lganda bir marta. Keyingisi qilim bo'lmaydi. Hop, Hozir bilaman, в принципе. bilaman. Eng yaxshi ko'rgan ovqatim 3 2 1. Bo'ldi, stop. Muroddan boshlaymiz. Grechka. Menga grechka yo'q. Hammalar to'g'ri topdilar. Endi uni eng yaxshi ko'rgan ovqat deyolmayman, no, men Maza ko'p qilib maza qilib yeydigan ovqat. Hop. Futbol bo'yicha savol. Bitta ikkita to'g'ri javob. Bittasini topsanglar ham ochko beriladi deb o'ylayman. Ikkita menga eng yoqqan futbolistlar. 3 2 1. Yo'q, list futbol, ana eng kam futbol tushunadigan boshlasam. Ha, sen boshla. Men ham tushunaman. Ronaldo bilan Rooney. Ronaldo bilan Guardiola. Kim u? Guardiola emas, Guardiola. Bizlar Guardiola. City o'ynaydimi o'zi? Sizlar balki yo'q. Menga CR7 Naniki. Uchalamiz topdingmi menimcha? Yo'q. Da, topdinglar. No, eng topgani Murod bo'ldi. Rooney bilan Siyaretdi. Mojoga. Eng uyat bo'lgan vaziyat menda embarrassing deyiladi. Most embarrassing moment. Most embarrassing moment. Ha. Endi uni ko'pchilik bilmaydi-yu, no, mayli variantlaringiz ko'raylik. 3 2 1. Topamadinglarmi? Sen bilmaysan, topa. Yozib bo'ldi, javobimiz yozib bo'ldi. Bo'ldi. Siz boshlang. Meri miyingda bo'lgan. Men qachon nima bo'lganligini ham bilmayman, просто navbat siyib qo'ygansan. Bilmayman, qayerdadir. Menda javob yo'q. Qaysinglar to'g'ri topamadinglar? Bo'lgan moment aytaman. Maktabda sho'kadaga olib ketardilar-ku, Stamina Nexia. 740 za. Men yo'q, xuddi shunaqa Nexia o'tirgan, faqat nomeri boshqa bo'lgan, boshqa odamning shofyori bo'lganda. Ima o'tirib olib ketdi deb aniq qilganman. Bir minut mashinadan tushmaganman. Keyin tep qo'ygan, что sho'kadagi yonidagi mashinada o'tirgan. Chunki sho'kadagi hamlar chiqayotganini ko'rganman-da, mashinaga o'tirib oldilar. Ama qaysi mashinaga o'tirganlarini ko'rmay qoldim.
Yaxshi, yaxshi. Hop. Keyingisi. Hayotdagi eng depressivniy bo'lgan moment. Anaqa beraman, u 1 oy bo'lgan. Hop, boshlaysiz. K5 sotgan edi. Mashina suryapsan-da 1 oy почти. 1 oy yurmagan. Hop. Olmagan avvaliga. Bir haftadan kam. Hop. Bilmayman. Hop, malaka anu ketma-ket sovchilardan отказ olganing. Hop. Keyin bizda qaysidir kursdan qolib ketganingiz. Hop. Birinchi kursda. Hop. Hech qaysi javob to'g'ri emas. To'g'ri javob keyin mendan ketganimda 1 oy ishsiz bo'lib qolganman. O'rtog'im tog'asini anaqasiga kirganman, vaqtinchalik bitta trakli bo'lgan joyga. Umuman ish qilmayapman. Xullas, har kuni peshkom ko'kchaga borardim. Mashina yo'q, pul yo'q. Yo'q. 21-yil karantindan. Siz Italiyaga ketganingiz o'sha. O'sha payt qichbola bo'lmayapman. Pulim ham bo'lmay, mashina ham ishsiz ham bo'lib qolganman 1 oy. Keyin ish topilgandan keyin yaxshi bo'ldi. Keyingi savol obvious bo'lsa kerak, ya'ni javobi aniq bo'lsa kerak. Menda eng og'riqli bo'lgan vaziyat. U ko'p bo'lardi. Tam bilamiz, eng og'irli vaziyat. U ko'p bo'lardi. Bo'pti, hop mana yozaman. Yoziringlar xullas. Bo'ldi. Nima kelsa 3 2 1. Bo'pti. Hop. Yuzingni bekitib qo'y. Sizdan boshlaymiz Yuzingni aka. bekitib qo'yma. Pastroq shu. Hop. Bu yilmi o'tgan yil operatsiya bo'lganing? Hop. Karantinda karta ofisiga peshkom borib kelishim. Ishga. Hop. Manda javobi yo'q. Akam variantlar to'g'ri. Qaysi kim? Bilan. Operatsiyami? Operatsiya bo'lgan. Operatsiya bo'lgan og'rimagan. Operatsiyadan keyin faqat tepaga qarab yotgani, u belim og'rib, anaqa. Bo'qa chiqqan. Azan qochirgan. Keyingi savol, bu ham sal osonroq, taku blitz savol. Menga eng yoqadigan napitka, men o'sha napitkani ichsam, qanaqadir o'zimga kelib olgandek bo'laman. Bo'laman. Muratdan boshlaymiz. Kofe. Hop. Menda Coca-Cola Zero bo'lgan. Cola Zero. Da, hozirgi kunda sizlar ikkalovlar to'g'ri javob berdinglar. Hozirgi kunda Cola Zero ichsam, Coca-Cola Zero to'g'ri javob. da. To'g'rimi? Kofe ham to'g'ri bo'lgan bo'lar, no, kofe anchadan beri ichmayman. Tez qilgan. Chunki Hozirgi kunda kofe- bu emas. Kofe ichsam ertalabdan qornim buriydi. Keyingi savolim menda, men eng yaxshi ko'rgan, maza qilib ko'radigan kinoyim, uni har yil ko'raman. Eng kamida 1 marta ko'raman. 4 3 2 1. Hop, sizdan boshlaymiz. Star Wars. Taksi. Batman, Temный ritsar. Qaysilarning javobingiz to'g'ri emas. Da, bu kinolar ham menga yoqadi, lekin eng yaxshi ko'rganim anchadan beri ko'rib yuraman har yili, bu iRobot. Will Smith o'ynagan. iRobot. Baribir topolmas. Bilmayman, qanaqadir zo'r ishlangan shu kino. Futuristik. Bo'ldi. Hop, Ana hammaga endi- rahmat. Tugadi meni galim. Hop, mani galim. Menimcha eng qiziq savollar menda. Birinchisi, men lagerda bo'lganimda qaysi reper bilan Easy. Hammamiz bilamiz. Savol huzur eshilyapti. ketdi siz? Shohruh. Shohruz. Hammanglarga. Hammaligi nima? Hammaligi tupurdim do'stim. Hamma to'g'ri. Hamma to'g'ri topdi. Keyingisi. Hop, keyingisi men qanchalik uzoq dushi kiraman. Qanchalik uzoq Vaqt cho'milaman. minut. To'g'ri. Plus minus 5 mi shunda? Ha, plus minus 5. Men bilaman. Sizda mana bu yerda javoblarni ko'rmoqtimda. Hop. Javob Tayyor. yozaman. Tayyor. Bu qaramaymiz. Boshlaylik. 25 minut. 35 minut meniki. 1 soat. Sizniki to'g'ri. 40 minut 40 minut. atrofida. Nima Men katta ketib cho'milaman. Nima? Katta get. Oh, men dushga kiraman. Katta ketdi. Nima degani? Katta get shu nima? Просто это. Hop. Mayli. Cringe. 22-yil ozishni boshlaganimda qancha necha kilo yo'qotganman? No, necha kilo bo'lgan? Bo'lsa, mayli. Bunaqa Tayyor. real bo'lishi Meniki tayyor. mumkin. Menga tayyor. 32 kilo. Yarim odam 70 bo'lgan bo'lsa. Hop, meniki 11 kilo. 15 kilo menda. Hech kim 8 kilo. Voy, 9. Men birinchi 9 yozdim. Ay, savol men ham berishim kerak edi, borib. 32 kilo.
Nima 32 kilo? Yarim odam. 100 kilo deb o'ylayapti. Men 32 kilo tashlaganman. 35 dachi. 35 tashladingmi? 120 dan, eng pikimda 120 edim. Mana shu yil o'sha merimga qotgan payt 85 edim. Lekin respekt bor. Mangacha. 8 kilosan. Men 13 kilo tashladim. Keyingisi briket taqishdan oldin nechta shishni oldirganman? Manimcha men buni Plus minusi bormi yo aniq topish? Aniq voy. Qanaqa plyus minus? Deylu plus minus bitta deylu. Javob yo'q deylu. To'g'ri bo'lsa. Hozir yana 32 ta bor masalan. Tayyor. ayol javob. Sen aytgin. To'g'ri. 4 ta tish. Hop, Hop, meni javobim 3 ta tishing yo'qotgan. Menda ham 3 ta. bular 4 ta. Keyingisi hozir cho'mchingda necha pul bor? Offset 10 minggacha. Plus minus. 11 ming so'm. 9 ming so'm. 50 ming so'm. 9 ming so'm. Bo'pti, keyingiz. Hop, men eng og'ir olgan travma. Bitta sport bo'lmagansan, qattiqdan bo'lgansan. 3 2 1 bo'ldi. Qo'ling singandi. Qo'li singan. Qo'li sinmagan. Sinmaganmi? Yo'q. Nima o'zingcha. Sizni qo'lingiz singan. Hop, meniki unaqa bo'lmagan. Unaqa. Hop, Eng og'ir bo'lmagan. Men oyog'idan chalib darajaga yiqitib yuborganman. Nechinchidan esimda yo'q lekin. bular to'g'ri topdilar, unaqa travma bo'lmagan, og'ir. Keyingisi nechta konsertga borganman? Voy. Hop, sen Umumiy 3 2 1 4 ta. 8 ta. 4 ta. 5 ta. Shohga 2 marta bormi, to'g'rimi? Bir marta. bor. Bir marta. Men berganim, keyin Irina qaytatimda. Ika, Yana anaqa yeb borgan edim, nima oti? Tsoy, To'yga kinoga borganda. bu yil ikkita boshqa orkestroviy. Keyingi savol, oxirgisi. Keyingi bitta personajni kimni cosplay qilmoqchiman? Qaysi personajni? Keyingisi. Undan oldin esingizda bor Jokerni qilganman. Bo'ldi, tayyor. Tayyor. Bo'ldi boshqa. Ozzy Osbourne. Hop. Mana Shrekdagi asol bor, eshik. Sen qanaqa qilib cosplay qilsa bo'ladi? Tamam. 32 kilo degan javob beribsiz. 4 oyoqda yurish kerakmi? Malika Korolich. Yo'q. Keyingisi mani otim Ha? Javobini aytmaysanmi? Aytaman. O'shanga olib kelganman. Mni Bga o'zgartirsang nima bo'ladi? Bojo. Yo'q. Brod. Ha, Barat. Boratmi? Ha. Savol javoblarni tugatdik. Biz aktivitelarimiz bilan qilishimiz. Xo'p, endi javoblarga kelganda to'g'ri, ochkolarga kelganda Murod, ya'ni Mojo qo'lini ko'tarib qo'y. 11 ochko yig'di. Mahmud 14 ochko yig'di. Mirazam 9 ochko yig'di va men 14 ochko yig'dim. Shartni bajaradigan bola Mirazam oxirgi o'rin. Shartimiz bitta oddiy buxanka nonga chili sousni quyib, o'shani yeb berish. Bo'ldi shu. Rahmat hammaga. Yoqqan bo'lsa like, komment yozinglar. Kimni savoli qiziq bo'lgan bo'lsa hammaga o'shani komment yozib qo'ying. Bo'ldi, rahmat, sog' bo'ling. Mas sous chilisini yeb berish kerak birazam. Bo'ldi, shu ketdim. Ketdi. Oh. Sut kerakmi? Sut beraymi? Давай. А так shuni o'zi ham yetadi bor. Shuni o'zi ham yetadi. Va shuni o'zi ham yetadi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Ko'proq yeb berardim, просто tomog'im